Kadir yerimizde turon deydiler. Bir onadan beşte oğlan deydiler. Beş bulan yedi beş bakıma var. Onun Balkan ahal marine bal taşımız. Altın karnı surnay yigitlerimiz siz to'ylaringizda qismada. Instagram, TikTok'dan haberleşib olasiz. Kimlardir kutasiz, toqat qilasiz. Kimgadir kuyasiz, kimga kulasiz. Gohida kekkayib chirqib turasiz. Bu 5 kunlik dunyoda maqsading nima? Alamlar, qayg'ular o'tar bilasan. Yig'lolar, tilolar o'tar bilasan. Bir kuni Xudoyim kutay bilasan. Bu 5 kunlik dunyoda maqsading nima? Bilamiz hammamiz bandai ojiz. Bilamiz dunyoga bizlar mehmonmiz. Bugungiga bo'lsak, erta ketamiz. Bu 5 kunlik dunyoda maqsading nima? Har kim bu dunyoda to'ylarga yetsin. To'ylar qilib elning oldidan o'tsin. Bu dunyoda mol davlat shuhrat o'tguncha. Shuning uchun ataganimiz to'ylarga ketsin deb barcha aziz mehmondo'stlarimiz joylaringizda turishlaringizni so'raymiz. Davramizga kelin kuyovlarimizni taklif qilamiz.
Ama undan keyin yoshlari ulug' bo'lgan, qadamlari ko'p bo'lgan, bolalari mustaqil bo'lgan kuyovlarimizning bobo momolarga, ona otalarga keliniz salomlar berib qo'yamiz, boshini beramiz. Mana shunday aziz mehmonlarimiz eng birinchi salomimizni yoshlari ulug' qadamlari ko'p bo'lgan kelinimiz Allohning kelin qilgan ana shu ulug'larga bo'lgan salomlarimizni boshlaymiz. Avval aylab Allohni yod etaylik kiromlar. Payg'ambarlar ruhini shod etaylik yo'ralar. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Qabul aylang Allohim, sizga salom yor yor. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Qabul aylang payg'ambarlar, sizga salom yor yor. Ana endi esa salomimizni yoshlar ulug' qadamlari qutlug' bo'lib, bugun nabira to'ylariga ko'zi tushgan. Bugun nabira to'ylariga ko'zi tushib, nabira kelinlarini bobo momolarga ko'rdiramiz. Kelinimizning ilk salomini video kamera orqali yo'llab qo'yamiz. Kelin salom, assalom. Ko'rdiramiz bobo momolarga kelindan ilk salom. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Qabul aylang bobojonlari, momojonlari, aslojonlar, sizga salom yor yor. Hayallarni to'y bergan, bayramlarni qo'y bergan. Qabul aylang qaynotasi, sizga salom yor yor. Kelin salom, assalom. Qaynotasiga kelindan salom. O'g'il tug'ib bergan, kelin ko'rib suyulgan. Qabul aylang qaynonasi, sizga salom yor yor. Kelin salom, assalom. Kelinimiz qaynonasiga kelindan salom. Kelinimiz hayotlari shukur bo'lsin. Nasibsa xonadonimizda shunday xizmatlar bergan bo'lsinki, bir-birlarini sevib yashasinlar. Kelinimiz bolasi qaynonasini xabaridan o'tmaydi.
farzand kunlari muborak bo'lsin. Bugün qizingiz davramiz to'yiga yarashgan to'yimiz musiqasi güzel kelin bo'ldilar. Baxtli xonadonlarga yarashgan kelin kun bo'lsinlar. Hayotda shunday baxtli bo'lsin, quchoqlaringizga turgan so'rda egiz nabiralar yaratsin Allohim. Mana shu kunlarga yetkazganiga shukrlar qilib yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Mana shuni bilan bugungi to'y bazı kechamizni ochishdan oldin davramizda qatnashayotgan Turkmanlar faqat Turkmanistonliklarimiz barcha ayol qizlarimizni bugungi ayyom bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Dunyo ayol qizlar bayramingiz muborak bo'lsin. Har doim hayotda shunday kunlar kabi ochilib yuringizlar. Shirinliklar kabi hayotda shirin bo'lib yuringizlar deb barcha erkaklarimiz nomidan ayollarimizni bir tabriklab qo'yib, tarsaklarni chalib qo'yamiz. Omon bo'lingizlar. Sog' bo'lingizlar. Salomat bo'lingizlar deb bugungi to'yimizni ilk tabriklash so'z navbatini to'yimizni ochib berish uchun davramizga Eshmurajon akamiz Ergashevni taklif qilamiz. Marhamat, davramizda bor bo'lsangiz, to'y bazir kechamizning ilk tabriklash so'z navbatini Eshmurajon akamiz sizga beramiz. Marhamat, keling. To'y bazirimizni tabriklash navbati bilan birgalikda Dostonjon bilan Nasibaxon uchun atalgan nikoh shuni tilaklaringiz qabul bo'lsin. Sizga qilgan salomatligimiz yoshlarimizga yaxshilik bo'ldi. Bugungi vaqtda misol kechamizni ochib berib qilamiz. Marhamat qilib keling, yo'llarimizni o'tishlariga ruxsat berarkanmiz. Bugungi to'yimizda ajoyib holda kechirish uchun bugungi to'yimizni an'anaviy darajada hammamizni quvonchlarimizni qo'shib, shodliklarimizni qo'shib, Dostonjon bilan Nasibaxon uchun atalgan bu oqshomimizni hamda Kamoljon Shoulov sizlarga o'zini go'zal qo'shiqlarini ijro etadilar. Hamda bu kechamizga o'zini ajoyib hissasini qo'shgan musiqa sahnamizda o'zini qalbi go'zalligi bilan, qo'lini mohirligi bilan, musiqalarni ajoyibligi bilan san'atkorlar orasida joy olgan DJ akamiz Jalol akamiz bugun siz uchun xizmat qiladilar. Video kamerachilarimizdan esa Rashidjon akamiz Qadirov sizning xizmatingizda hamda Musa video ijodiy guruhi bugun qatnashib turgan Oltin Karnay Sundan deganlarimiz ijodiy guruhi bugun sizlar uchun xizmat qiladilar. Marhamat qilib to'yimizni ochiq bilan qilamizda barcha mehmon do'stlarimizga yoqimli ishtahalari, tutgan ro'zalaringiz qabul bo'lsin. Alloh nimaiki niyat qilgan bo'lsalaringiz, qo'l ochib duo qilganlaringizni, umid qilib kutganlaringizni hammasini qabul qilgani rost bo'lsin deb barchalaringizga yoqimli ishtahat tilaymiz. Yana necha ushbu muborak oylarga yetish siz bizga nasib qilsin degan holda bugun shu oyga to'g'ri kelgan ajoyib kechamizda sahnamiz davramiz to'yiga yarashgan kelin kuyovlarimizni yana bir bor nikoh to'ylari bilan tabriklaymiz. Dostonjon Nasibaxon siz uchun atalgan bu oqshomimiz ochiq. Marhamat qilib barchalaringizni asta-sekinlik bilan davramizga o'yinga taklif qilib boshlaymiz.
teşekkür ederim. Senin adınla uyandım bu sabah, varlığına teşekkür ederim. İyi günümdesin, kötü gündesin, nasıl özlemiştim bir bilsen. Yokluğun anlamsız, bu dünya vefasız, ruhuma hapsettim adını. İyi ki
Yaşlı güzel sayılar, düşün sen kız anlayın. Elini
Yoluna git başkaları de taşla enneti koşma mani git başla gelinlik inne kanti Gölge bildim dans oynamanı git
söylediğiniz Mahmut Şabayız'da uğraştık. Ay
bo'lgan, to'yingizda xizmatda izzatda bo'lgan barcha mehmon do'stlarimizga kelganlaringiz uchun kattadan katta rahmatlar aytamiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Mana bugun Dasturbek hamda Nasibaxon uchun ajratgan nikoh bizning kechamizni oxirati yakunlar ekanmiz. Duo olgan omondir, qarg'ish olgan yomondir. Duo bilan el ko'karar, yomg'ir bilan yer ko'karar deganlaridek davramizga Ulug'bek akamiz Jalilov keling sizning duoingiz bilan mana bugungi kechamizni yakunni yasab keling kuyovlarimizga bir duo bersangiz. Marhamat aka keling. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar. Bugun Askandaryo to'yi, nikoh to'yi. Baxtli bo'lsin. Mana shu kelgan mehmonlar barchamizga rahmat. Rabbina atina fid dunya hasanatan. Hamsha Arman sağ ol, rahmet. Hizmette var, Salomat bo'ling, sog' bo'ling, duolaringiz Alloh tarafdan qabul bo'lgani rost bo'lsin. Aziz mehmon do'stlarimiz, mana shuni bilan bugungi kechamizni yakun yasar ekanmiz. Bugun to'yimizda xizmatda bo'lgan san'atkorlar qiroli Lazizbek hamda Kamolbek Shololov bugun sizning xizmatingizda bo'ldi. Musa Media Production yigitlarimiz, sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar, ishlaringizda baraka. Rashid akamiz, ishlaringizga baraka.